Assalomu alaykum, Aslbek o'z kanali qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilagan holda do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat Optum qo'y bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga bugungi narx-navolar qanday bo'lyapti, qanday qo'ylar kirdi, shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana Voqijon Zomindan kelgan, tashrif buyurgan do'stimiz. O'tapasa bozorlari. Xaridor yo'q, hurmatli obunachilar. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Birma-bir qo'ylarimizda narx-navolari, qo'zilar, qo'chqorlar hammasini yoritib berishga harakat qilamiz azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz davom etamiz. Video syomkamizni boshlab oldik. Bu yerda mana sog'liqlar, hurmatli obunachilar, sog'liq so'ragan aka-ukalarimizga bular bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz qisir aka. Aralash, xudo xolasa. Qo'ylar haqiqatda go'zal qo'ylar ekan. Arashan deysizmi, Qisori deysizmi, hammasidan bor ekan do'stlar bular ichida. Ko'mon bilan narxlarni nech bilan deyilyapti? Nech bilan qilib beramiz? Optimga bir narxlari bir, chiroyli narxlardir. Qaysi bir aka? Xo'p, tanlab olishga 10 ta tanlab olaman deganga nech bilan qilib beramiz? Ichida 10 ta tanlab olaman. 9 milliondan. 9 milliondan bir joyda 10 ta. Kami bor. Nech pul? 8 danmi narxi? Nechidan bo'ladi? Ulashaveradi aka. Xo'p, qiziqqanlarga nomer ayting. 95lik 95lik 647 647 22 2244 raqamga telefon qo'yinglar. Mana bunday afg'on parodalari ham bor ekan do'stlar. Telefon qilib qo'yinglar, xohlasa ukamiz kelishtirib beradi. 2026-yilda trenddagi qo'zilardan hurmatli obunachilar, mana junlarini olib juda ham chiroyli holatga keltirib qo'yishdi. Ahmadjon, sizdanmi bular? Nech bilan deyapsiz bu qo'zilarni? 4 dan deyapmiz, kami bor. 4 milliondan kami bor. Nechta qo'chqor, nechta sog'liq bular? Hammasi qo'chqor, 20 bosh. Savdolari bo'ldimi bularda, Ahmadjon? 106, 3,5 sotyapmiz. Bir joyda bo'lsa nech bilan qilib beramiz? 3,5 dan qilib beramiz. 3,5 dan. Mana cho'pon ham chetda ekan. Cho'pon ayva qilib bering. Ana, malades, mashalloh deb qo'yasizlar do'stlar. Hurmatli obunachilar, bir joyda bo'ladigan bo'lsa 3,5 dan. Yana xayriga bir ozmoz o'tib beradigan bo'lsa, telefon qilsa kelishamiz. Nomer ayting. 95lik 149 4145 raqamiga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Cho'pon ham mana shu yerda o'zi haydab olib borib beradi. Do'stlar, qiziqqanlar bemalol bog'lanaverasizlar. Biz keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Navbatdagi qo'ylarimiz qo'chqor qo'ylarimizdan. Juda ham chiroyli holatdagi qo'chqorlar ekan. Yemlashga tayyor variant. Tish buzganmi aka bular? Hali buzgan yo'q-a? Qo'zi variantidan ekan do'stlar. Xohlasa juda ham chiroyli qo'chqorlarimiz ekan. Bular nech bilan deyapsiz aka? Qo'yoq yo'q, 6,5 dan deyapmiz. 6,5 dan qo'yiq suv qaytyapti. Savdolari bo'ldimi? Bo'ldi. Xo'p, 58, 57. Savdo bo'lyapti. Oltini pastida bitadimi hammasi? Yo'q, Optimga. Optimgacha qo'shadi. 6 gacha qo'shiladi. Qiziqqanlarga nomer aytamiz. 95lik 95lik 108 108 3109. 3109 raqamiga telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, juda ham chiroyli holatdagi qo'chqorlarimizdan kelgan ekan. Haqiqatda qo'ylar boqishga tayyor, yemlaydigan variantlardan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi qo'ylarimiz qo'zi qo'chqorlarimiz, ya'ni 5 oylik, 6 oylik variantdagi qo'zi qo'chqorlar. Yemlaydigan, juda ham chiroyli holatdagi, quloqlari butun, xudo xolasa qo'y qilaman deganlarga chiroyli variantdan ekan. Hormang uka, charchamayapsizmi? Bular nech bilan deyapsiz bularni? Optimga 4,5 dan kami bor. 4,5 dan kami bor. Savdolari bo'ldimi? 10 tasini 42 dan qilishadi. 10 tasini tanlab olishga, 42 dan qilishyapti. 15 ta bir joyda 4 milliondan ketaveradimi? 41 dan dastavkasida. O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Qiziqqanlarga nomer ayting. 99lik 524 2233 raqamiga telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin do'stlar. 4 million 100 dan deyaptilar. Endi telefon qilib jicha qattiqroq bir dangal bir Aslbek o'zidan ko'rdim telefon qilsalaring 4 million so'mdan baraka qilib olish imkoniyati bor. Like bosib turasizlar do'stlar, navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar, 2 tish 4 tish variantdagi qo'chqor boqaman degan ukalarimizga, akalarimizdan juda ham chiroyli variantdagilari bor ekan. Bu yerda qo'yga qo'shadiganlari ham va bundan tashqari yemlasa ham bo'ladi, so'ysangiz ham bo'ladi, hamma variantga tushadigan qo'ylar. Xolasalar qassob akalarimizga viza, qassoblar ham bemalol telefon qilishlari mumkin. Aka, bular soni nechta? Soni 22 ta aka. 22 bosh. Bular hozir примерно necha kilodan necha kilogacha bor aka? Boshlanishi 50 kilodan boshlab 70-80 kilogacha chiqadi. Go'shini o'zi, xudo xolasa, 50 kilodan Tri vazni 120-25 gacha.
shunaqa kilosi chiqadigan mashina. Tushunarli. Bular nechi bilan deyapsiz aka narxini? Boshlanishi 7 milliondan tortib, 12 million 13 milliongacha bor, 1000 dollargacha bor. Tushunarli. Demak, 7 milliondan boshlab 1000 dollargacha, ya'ni 12 million, 13 million shuna atrofida plus minus bor ekan. Agarda Nobodda ekson qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, eksonga bemalol o'zlari qassobchilikdan xabarlari bor. So'yib, tozalab, chiroyli qilib sizga yetkazib berish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Aka, qiziqqanlarga nomerimizni aytamiz. Qiziqqanlarga 90 272 72 29. 272 Abdulla aka. Shu bozorda kiraverishda mana shu navesni joy. Hozir mana shu naves qilib qo'yganlar, kombinat bozorida mana shu qo'ylarimizni sotyaptilar. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, qo'ydi aka, u adresi Marg'ilon Vankabatda oldi. Balonqurishda oldi, yo'lni qo'ydi ular. Hali ehsonchilar gohida bozor narx-navosini bilmaydi, lekin kursga o'xshab dollar kursi. taroziga ham qo'yib Taroziga qo'yib beramiz. Nechi bilan qo'yib beramiz taroziga aka? 85 mingdan 90 minggacha qo'yib beraveramiz. 85 mingdan 90 minggacha. Nobodda bir optim olaman deganlar o'zi 85 mingdan optimga qo'yib yuboramiz. 85 mingdan. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqinglar. Akamiz do'stlari pashta dehqondaqa savdolar kelishtirib beradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz davom etamiz. Navbatdagi qo'ylarimiz. Hormay aka, assalomu alaykum. Dehqonchilikmi? Nechi bilan qilishdi? 6 million 800 ming so'mdan mana shu qo'chqorlarimiz beriladi. Dehqon akamiz o'zlarida turibdi. Qo'ylar haqiqatda juda ham zo'r ekan. Aka, bozoringizni bersin-u, iloyim. Agar Nobodda kelishilmasa, telefon raqam beraveramizmi? Ha? Telefon yo'qmi? Ha, telefon ishlatmas ekanlar akamiz do'stlar. 6 million 800 ming so'mdan mana shu bugungi bozorda savdosi bo'libdi, berilmayapti. Lekin qo'ylar haqiqatdan go'zal. Navbatdagi qo'ylarimiz ham mana bu yerda savdo bo'layotgan jarayondan kashtan variantidan so'ragan ukalarimizga mana. Nech puldan berdilar? Nech pul? 18 ga. To'ralasini? Ha, uchtasi. Mana shunday. Hurmatli obunachilar, 6 million so'mdanga 200 ming so'mdan kam so'ralyapti. Mana shu uchalasi. Shu 3 ta to'rttani 18 millionga 200 ming kamga so'rashadi. Ish buzishga kelgan, juda ham chiroyli qo'chqorlar ekan. Dehqonlarda o'zida do'stlar. Albatta, bozorimiz xaridor juda kam. Mana shu qo'chqorlar 7,5-8 million atrofida sotilayotgan paytdagi qo'chqorlar. Lekin mana shu narxlar juda ancha tushib, joyiga tushib qoldi. Hurmatli obunachilar, bozor rosa qizayotgan paytidan kelib qoldik. Nech pul oshdi og'a? 66. 66. Mana shu qo'chqorimiz 6 million 600 ming so'mga savdo bo'lyapti. Dehqon. Endi to'g'ri. So'ygan savdo bo'lyapti. Bering aka, juda chiroyli bo'libdi. Oldim, bor Baraka. Baraka bo'ldi do'stlar, mana shu qo'chqorimiz. Barakasini bersin. Akalar, 8,5 milliondan kami bor. Xudo xolasa, yetish buzganmi aka bular? Ha, endi mana 10 million. O'zing 4 boq Ishga kelib qolgan, ha, jonivorlar. Mana rosa boqadigan qo'ylar ekan. 16 million 700 da. 16 700 qoldi. Baraka topadigan qo'ylar ekan. Bular nech bilan qilib beramiz aka bularni optimga? 7 dan tushib beramiz. 7 dan tushib beradigan joyi bor. Hurmatli obunachilar, 7 milliondan tushib beradigan joyi bor deyapti. Aka, qiziqqanlarga nomer ayting. 91lik. 91lik 90lik 584 84 12 raqamiga telefon qilib aloqa chiqarasiz. Qo'ylar zarur bo'lsa. Bu sotildimi aka? Qani bitta ko'rsatingchi orqasini. Mana. Nech pul oldi ekan bu qo'zi? Jeta 5 ta atrofida bo'lgandir bu. Ortoqlarmi 5 ta? Haqiqatda kashtan juda chiroyli qo'zi ekan. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Navbatdagi qo'yimiz Boq Cho'ponda degan ukamiz mana shu bola bo'ladi. O'zini dehqonchilik qo'ylari salkam. Bu qo'zlar nech bilan deyapsiz endi Boqajon? Qo'zlar 5 dan kami bor aslida do'st. 5 milliondan kami bor. Haqiqiy simjum variantidagi qo'z-qo'chqorlar, janovorlar. Haqiqatdan juda chiroyli ekan. Naslga ham asl urgan. Nech pulni ko'rdi bular endi Boqajon? Bularda 4 million 200 mingdan 5 tasini so'rayapti. 5 tasini 4 million 200 mingdan. Nechta soni? Son 9 ta. 9 taga 9'uni bir joyda 38 dan ketdi, nima bo'lsa bo'ldi. 4 ga qo'shsa berib yuboraman. 38 dan bir obunachilarga, dehqon odamga bor-baraga xursandchilik bilan. Qo'shsa berib yuboraman. 38 dan qo'shadimi? Qo'shsa berib. Qo'shmasa obunachilarimiz berib ko'ring shuni. Shunday qilarasiz. Yo'ltiraqib kelamiz. Demak, qiziqqanlarga nomer ayting, xo'p.
99 463 99 463 29 97. 2997 raqamiga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Qo'ylar 3 million 800 mingdan ozmoz qo'shsa ish yuradi deyapti. Haqiqatda ertak qo'zlar. 6 oylik bor-a qo'zlar? 5 oylikdan o'tganda asosiy jonivorlar. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.